Salom aziz tomoshabinlarim. Bugun juda muhim, hatto aytish mumkinki, ko'plab insonlarning, ayniqsa hurmatli keksa avlod vakillarining cho'ntagiga bevosita ta'sir qiladigan bir mavzuni atroflicha ko'rib chiqamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz va O'zbekistonda mulkingiz, ya'ni kvartirangiz yoki boshqa turdagi ko'chmas mulkingiz bo'lsa, ushbu video aynan siz uchun. Chunki yaqin kelajakda sizni qo'shimcha to'lovlar kutishi mumkin. Bu ma'lumot har biringiz uchun, ayniqsa uy-joyi borlar uchun, shuningdek keksa ota-onasi, bobo-buvisi bor yoshlar uchun ham juda muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zimga e'tibor bering. Agar mavzu sizga muhim tuyulsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Chunki bu xabar ko'plab insonlarga yetib borishi shart. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalgi mulk solig'i tizimi pensionerlarga nisbatan qanday ishlaganini tushunib olaylik. An'anaviy tarzda ko'plab mamlakatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham pensionerlarga ko'chmas mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar taqdim etilar edi. Bu imtiyozlar asosan ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, pensiya daromadlarida nisbatan kam bo'lganligi sababli moliyaviy yukni yengillashtirish maqsadida joriy etilgan edi. Xususan, odatda bitta kvartira yoki uyga egalik qiluvchi va unda istiqomat qiluvchi pensionerlar mulk solig'idan to'liq ozod etilardi yoki ularga juda sezilarli darajada chegirmalar berilardi. Bu qoida ko'p yillar davomida amalda bo'ldi va ko'plab pensionerlar o'zlarining yagona uy-joylari uchun mulk solig'i to'lash majburiyatidan ozod ekanliklariga ishonch hosil qilishgan edi. Bu ularning hayotini ancha yengillashtirardi. Chunki pensiya miqdori bilan boshqa kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va dorilar uchun sarflangan xarajatlar orasidagi muvozanatni saqlash doimiy muammo bo'lib kelgan. Ammo azizlar, hozir vaziyat biroz o'zgardi. So'nggi paytlarda O'zbekiston soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlar tufayli ko'chmas mulk solig'i bo'yicha ba'zi imtiyozlar qayta ko'rib chiqildi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi soliq yukini adolatli taqsimlash, ya'ni ko'proq mulkka ega bo'lgan va undan daromad oladigan shaxslarning soliqqa tortish bazasini kengaytirish edi. Ayniqsa, mulkchilik munosabatlarida shaffoflikni oshirish, norasmiy ijaralarni kamaytirish va soliq tushumlarini oshirish kabi strategik vazifalar ham ushbu o'zgarishlarning o'rtida turibdi. Endilikda pensionerlar uchun mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar ma'lum bir shartlar bilan cheklanadigan bo'ldi. Asosiy o'zgarish shundaki, agar pensioner bir nechta ko'chmas mulkka ega bo'lsa, masalan, bitta asosiy yashash joyi va qo'shimcha ravishda boshqa kvartirasi, uyi yoki noturar joy binosi bo'lsa, ikkinchi va undan keyingi mulklar uchun soliq to'lash shart bo'ladi. Yoki agar uning yagona mulki ham belgilangan me'yordan ortiq maydonga ega bo'lsa, o'sha ortiqcha maydon uchun soliq undirilishi mumkin. Bu o'zgarishlar soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan tasdiqlandi va asta-sekin amaliyotga tatbiq etilmoqda. Shu sababli har bir pensioner o'zining mulkiga oid vaziyatni jiddiy ko'rib chiqishi va yangi qoidalarni tushunib olishi juda muhimdir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Keling, bu o'zgarishlar kimga ko'proq ta'sir qilishini aniqroq tushuntirib beraman. Bu o'zgarishlar barcha pensionerlarga bir xilda taalluqli emas. Bu yerda asosiy e'tibor mulkning soni va maydoniga qaratiladi. Aslida kimlar xavotir olishi kerak? Bir nechta ko'chmas mulkka egalik qiluvchi pensionerlar. Agar sizning nomingizda bir nechta kvartira, uy, yozgi dala, hovli, dacha, noturar joy, masalan, omborxona yoki do'kon mavjud bo'lsa, siz xavotir olishingiz kerak. Imtiyoz faqat bitta, ya'ni asosiy turar joyingizga nisbatan qo'llaniladi. Qolgan barcha mulklar uchun umumiy asoslarda soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu holat ko'pincha farzandlari yoki nabiralari uchun mulk sotib olib, o'z nomlariga rasmiylashtirgan yoki investitsiya maqsadida bir nechta fuqarolarga tegishlidir. Misol bergan. Toshkent shahrida yashovchi 72 yoshli Otabek bobo o'zining 3 xonali 75 kvadrat metrlik kvartirasida istiqomat qiladi. Bundan tashqari, u 2 yil oldin nabirasining kelajagi uchun Shayxontohur tumanidan 3 kvadrat metrlik bitta kichik kvartira sotib olgan va uni hozircha ijaraga berib turibdi. Avvaliga Otabek bobo ikkala kvartirasi uchun ham mulk solig'idan ozod edi. Yangi qonunlarga ko'ra, u o'zining asosiy yashash joyi bo'lgan 75 kilodan temik kvartirasi uchun imtiyozdan foydalanishi mumkin. Ammo ikkinchi ijaraga berilgan ebidi kulavga kvartirasi uchun
u endi mulk solig'ini umumiy tartibda to'lashi shart. Agar uning ikkinchi kvartirasining kadastr qiymati masalan 300 million so'm deb baholangan bo'lsa va soliq stavkasi lori 25% bo'lsa, Otabek bobo yiliga 7 ming so'm miqdorida soliq to'lashi kerak bo'ladi. Bu uning pensiyasiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. İlk baş belgilangan me'yordan ortiq maydonga ega bo'lgan kvartira yoki uyga egalik qiluvchi pensionerlar. Hatto sizning yagona mulkingiz bo'lsa ham, agar uning umumiy maydoni qonunchilikda belgilangan imtiyozli chegaradan oshsa, siz ortiqcha qism uchun soliq to'lashingiz mumkin. Bu chegaralar hududiy jihatdan farq qilishi mumkin. Hozirgi kunda masalan, poytaxt Toshkent va boshqa yirik shaharlarda 20-50 kvadrat metrdan yuqori bo'lgan turar joylar uchun ortiqcha maydon soliqqa tortilishi mumkin. Bu qoida asosan katta, hashamatli uylarga yoki penthouse kvartiralarga egalik qiluvchi pensionerlarga tegishli. Misol 2. Mirobod tumanida yashovchi 68 yoshli Zuhra xola yagona mulki bo'lgan 1060 kvadrat metrli hovli uy bilan bog'liq vaziyatga duch kelishi mumkin. Aytaylik, uning hududida imtiyozli maydon chegarasi 1060 kvadrat metr deb belgilangan. Bu holda Zuhra xola o'zining uyining 1060 kvadrat metr qismi uchun mulk solig'idan ozod etiladi. Ammo ortiqcha 3 kvadrat metr biptaksun biyesi biptut uchun soliq to'lash shart bo'ladi. Agar ushbu ortiqcha maydonning kadastr qiymati proporsional ravishda, masalan, biyesi million so'mga baholansa va soliq stavkasi $25 bo'lsa, u yiliga 375 ming so'm soliq to'lash kerak bo'ladi. 3. Asturishk hissamadorlik asosida mulkchilikka ega bo'lganlar. Ega bo'lgan salam. Agar siz biror mulkning bir qismiga egalik qilsangiz, masalan, kvartira sizning va farzandingizning nomida bo'lsa, imtiyoz sizning ulushingizga nisbatan qo'llaniladi. Agar sizning ulushingiz imtiyozli chegaradan oshsa yoki sizning nomingizdagi boshqa mulk uchun ham hissa belgilangan bo'lsa, bu holatda ham soliq majburiyati yuzaga kelishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak yoki kamroq? 1. Yagona turar joyiga ega bo'lgan va unda istiqomat qiluvchi pensionerlar. Agar sizning nomingizda faqat bitta kvartira yoki uy mavjud bo'lsa va siz aynan o'sha mulkda doimiy yashasangiz, yuqorida aytib o'tilgan me'yorlardan oshmasa, siz avvalgidek mulk solig'idan to'liq ozod etilasiz. Bu aksariyat pensionerlarga tegishli bo'lgan standart holatdir. Misol uchun, Namangan shahrida yashovchi 78 yoshli Xolida buvi umrbod yashab kelayotgan 65 kvadrat metr kvartirasidan boshqa hech qanday mulkka ega emas. Uning kvartirasi belgilangan imtiyozli maydon chegarasidan oshmaydi. Shuning uchun Xolida buvi avvalgidek mulk solig'idan to'liq ozod bo'ladi va qo'shimcha to'lovlar haqida xavotirlanishga hojat yo'q. 2. Mulkining maydoni belgilangan imtiyozli chegaralardan oshmaydigan pensionerlar. Agar sizning yagona mulkingizning umumiy maydoni qonunchilikda belgilangan imtiyozli chegaralarga mos kelsa, siz ham soliq to'lamaysiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu chegaralar odatda o'rtacha kattalikdagi kvartira yoki uylar uchun yetarli bo'ladi. Misolda Farg'ona viloyatida yashovchi 69 yoshli Akmal bobo o'zining yagona 3 kvadrat metrli uyida yashaydi. Agar ushbu hududda imtiyozli maydon chegarasi 2 kvadrat metr deb belgilangan bo'lsa, Akmal boboning uyi bu chegaradan oshmaydi. Binobarin, u ham mulk solig'idan to'liq ozod etiladi. Shunday qilib, aziz do'stlar, eng muhim qoida shuki, agar sizning nomingizda bir nechta turar joy mulki yoki yagona turar joy mulkingizning maydoni belgilangan imtiyozli chegaradan ortiq bo'lsa, ehtimol siz qo'shimcha mulk solig'ini to'lashingizga to'g'ri keladi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis nuqtalar va yashirin nozik jihatlar. Bu yerda biz qonunchilikning chuqurroq joylariga, ya'ni istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan holatlar va soliq hisob kitoblarining nozik jihatlariga e'tibor qaratamiz. Bu sizga vaziyatni to'liq tushunishga yordam beradi. 1. Qo'shimcha imtiyozlar va istisnolar. Soliq kodeksida pensionerlarga berilgan asosiy imtiyozlardan tashqari boshqa ba'zi guruhlar uchun ham qo'shimcha imtiyozlar mavjud. Bularga masalan, I va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, urush faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etgan shaxslar va boshqalar kiradi. Agar siz bu toifalardan biriga kirsangiz, sizga mulk solig'i bo'yicha yanada kengroq imtiyozlar berilishi mumkin. Bu imtiyozlar ko'pincha mulkning umumiy qiymatidan ma'lum bir summani yoki ma'lum bir maydonni soliqdan ozod qilish shaklida bo'ladi. Shu sababli o'zingizning ijtimoiy maqomingizni aniqlab olish va tegishli soliq idorasida maslahat olish juda muhimdir.
Pasif 2. Turli mulk turlari va ularning soliqqa tortilishi. Yozgi dala hovlilar, dachalar. Agar sizning asosiy turar joyingizdan tashqari yozgi dacha yoki bog' uyingiz bo'lsa, u ham ikkinchi mulk sifatida soliqqa tortiladi. Bunday mulklar odatda turar joy hisoblanadi va shu sababli mulk solig'ining obyekti hisoblanadi. Garajlar, avtoturargohlar, ko'p qavatli uylarda joylashgan shaxsiy garajlar yoki ostda avtoturargohlar ham mulk solig'iga tortilishi mumkin. Agar bu sizning nomingizda bo'lsa va asosiy turar joyingizdan tashqari bo'lsa, ehtimol uning uchun ham soliq to'laysiz. Noturar joylar. Agar pensionerning nomida do'kon, ofis, omborxona kabi noturar joy mulklari mavjud bo'lsa, ular hech qanday imtiyozsiz umumiy tartibda mulk solig'iga tortiladi. Chunki bunday mulklar ko'pincha tijoriy maqsadlarda foydalaniladi va daromad manbai hisoblanadi. 3. Birgalikdagi mulkchilikdagi nozikliklar. Agar mulk bir nechta shaxsga tegishli bo'lsa, masalan, er-xotin yoki ota-ona va farzandlar, bu holatda soliq qanday hisoblanadi? Odatda soliq har bir mulk egasining ulushiga mutanosib ravishda hisoblanadi. Agar mulk egalaridan biri pensioner bo'lsa, uning ulushiga nisbatan imtiyoz qo'llanilishi mumkin, ammo qolgan mulkdorlarning ulushlari uchun soliq to'lanishi shart. Misol, bir kvartira er va xotin nomida teng ulushlarda yarim-yarim rasmiylashtirilgan. Er pensioner, xotin hali ishlaydi. Bu holda erning ulushiga xuddi pensionerlik imtiyozi qo'llaniladi va u soliqdan ozod bo'ladi. Xotinning ulushiga esa umumiy tartibda soliq hisoblanadi. Agar ikkalasi ham pensioner bo'lsa va bu ularning yagona turar joyi bo'lsa, butun mulk soliqdan ozod bo'ladi. Ammo agar ularda boshqa mulk ham bo'lsa, o'sha ikkinchi mulk uchun har ikkalasining ulushidan soliq olinishi mumkin. Soliq bazasini hisoblash va kadastr qiymati. Mulk solig'i mulkning inventarizatsiya yoki kadastr qiymatidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. Bu qiymat bozor qiymatidan farq qilishi mumkin. Kadastr qiymati davlat organlari tomonidan belgilab qo'yiladi va muntazam ravishda qayta baholanadi. Ba'zida bu qiymat bozor narxlaridan pastroq bo'lishi mumkin, ba'zida esa aksincha. Soliq to'lovlari kelganida har doim kadastr qiymatining to'g'riligiga e'tibor berish lozim. Agar kadastr qiymati nohaq ravishda yuqori deb hisoblasangiz, uni qayta baholatish yoki sud tartibida e'tiroz bildirish huquqingiz bor. Bu jarayon biroz murakkab bo'lishi mumkin, lekin ba'zida bunga arziydi. Avtomatik hisob-kitoblar va tekshirish zarurati. Ko'pincha soliq organlari pensionerlar va boshqa mulk egalari uchun mulk solig'ini avtomatik ravishda hisoblab chiqib, tegishli bildirishnomalarini yuborishadi. Bu bir tomondan qulay, chunki odamlar o'zlari hisob-kitob qilishlariga hojat qolmaydi. Lekin ikkinchi tomondan bu tizimda xatolar bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar bazalaridagi eskirgan ma'lumotlar, mulkdorlikdagi o'zgarishlar, pensioner maqomining yangilanmaganligi kabi sabablar soliq hisob-kitoblarida xatolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har doim soliq idorasidan kelgan bildirishnomalarni diqqat bilan o'qish va undagi ma'lumotlarni o'z mulkingiz haqidagi ma'lumotlar bilan solishtirish juda muhimdir. Agar biror noaniqlik yoki xato sezsangiz, darhol soliq idorasiga murojaat qilishingiz kerak. To'lamaslik oqibatlari mulk solig'ini o'z vaqtida to'lamaslik qonunchilikka ko'ra jarimalarga olib keladi. Har bir kechiktirilgan kun uchun penya, jarima hisoblanishi mumkin. Qarz uzoq muddat to'lanmasa, soliq organi muddat to'lanmasa, soliq organlari sudga murojaat qilish orqali mulkni hatto undirishga ham haqli. Bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun soliq majburiyatlariga mas'uliyat bilan yondashish kerak. 7. Inflyatsiya va kadastr qiymati. O'zbekistonda inflyatsiya darajasi ba'zida sezilarli bo'lishi mumkin. Bu esa mulkning kadastr qiymati va soliq to'lovlariga bilvosita ta'sir qiladi. Agar mulkning kadastr qiymati inflyatsiyaga mos ravishda doimiy ravishda qayta baholanmasa yoki aksincha sun'iy ravishda oshirilsa, bu soliq yukiga ta'sir qiladi. Bu nozik jihatni ham hisobga olish kerak. Shunday qilib, azizlar, ko'rinib turibdiki, mulk solig'i masalasi o'zining ko'plab nozik jihatlariga ega. Har bir vaziyat individual bo'lishi mumkin. Shuning uchun umumiy qoidalarni bilish bilan birga o'zingizning aniq holatingizni to'liq o'rganish va mutaxassislar bilan maslahatlashish juda muhimdir. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Hozirgi vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalarimga amal qiling. Bingadam. O'z mulkingiz holatini aniqlang. Nechta mulk egasisiz? Bir nechta kvartira, uy, dacha, garaj yoki noturar joy binosi sizning nomingizda ro'yxatdan o'tganmi? O'zingizga tegishli barcha ko'chmas mulk obyektlarining ro'yxatini tuzing.
kadastr hujjatlaringizni, mulkchilik huquqi to'g'risidagi guvohnomalarni ko'zdan kechiring. Asli har bir mulkning maydoni qancha? Kadastr pasportida ko'rsatilgan umumiy maydonni aniqlang. Asli mulk qaysi maqsadda ishlatiladi? Sizning asosiy yashash joyingiz qaysi biri? Boshqa mulklar ijaraga berilganmi, bo'shmi turibdimi yoki undan ham o'zingiz foydalanyapsizmi? Asli ikki qadam. Rasmiy manbalarni tekshiring. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasining rasmiy veb saytiga tashrif buyuring. Soliq.uz. Ushbu sayt jismoniy shaxslar uchun mulk solig'i bo'limini toping. Unda pensionerlar uchun belgilangan imtiyozlar, ularning shartlari va amaldagi soliq stavkalari haqida batafsil ma'lumotlar mavjud. Shuningdek, o'zingiz yashayotgan hududiy hokimlik yoki Moliya vazirligi veb saytlarida ham mahalliy qonun hujjatlarida qo'shimcha tushuntirishlar yoki belgilanadigan imtiyozli maydon chegaralari haqida ma'lumot bo'lishi mumkin. Uch qadam. Mahalliy soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Bu eng ishonchli yo'l. Siz doimiy yashash joyingizdagi yoki mulk joylashgan hududdagi davlat soliq inspeksiyasining jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish bo'limiga shaxsan borishingiz kerak. Soliq inspektori bilan uchrashib, o'z vaziyatingizni to'liq tushuntiring. Men pensioner bo'lsam, mulk solig'i bo'yicha qanday imtiyozlarga egaman va mening mulklarim bo'yicha qanday soliq majburiyatlarim mavjud degan savol bilan murojaat qiling. Asterisklar qadam. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Asterisk pasport shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlaydi. Asterisk mulk hujjatlari, kadastr hujjatlari. Bu sizning kvartirangiz, uyingiz yoki boshqa mulkingizga egalik huquqini tasdiqlovchi guvohnomalar, kadastr pasportlari. Barcha mulklaringiz uchun hujjatlarni olib boring. Asterisk agar mavjud bo'lsa qo'shimcha imtiyozlarga ega ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, urush faxriysi guvohnomasi va hokazo. Bir qadam. O'z vaziyatingiz bo'yicha aniq tushuntirishlar oling. Soliq inspektoridan sizning aniq holatingizda qaysi mulkingiz soliqdan ozod qilinishi va qaysilari uchun soliq to'lashingiz kerakligini so'rang. Agar soliq to'lashingiz kerak bo'lsa, hisoblangan soliq miqdori, to'lov muddatlari va to'lov usullarini aniqlashtiring. Soliq hisob kitoblarining asosini, ya'ni mulkning kadastr qiymatini ham so'rab oling. 4 qadam. Agar qo'shimcha soliq hisoblansa, to'lov tartibini tushunib oling. Soliq bildirishnomasi kelganidan so'ng ko'rsatilgan muddatlarda soliqni to'lashga harakat qiling. Soliqni bank kassalari, mobil ilovalar, masalan, MyTicket.uz, PayMe va boshqalar orqali to'lashingiz mumkin. O'z vaqtida to'lamaslik pensiya va jarimalarga olib kelishi mumkinligini unutmang. 7 qadam. Agar xato deb hisoblasangiz, qanday e'tiroz bildirishni bilib oling. Agar sizga hisoblangan soliq miqdorida xatolik borligiga ishonchingiz komil bo'lsa yoki sizga imtiyoz noto'g'ri qo'llanilmagan deb hisoblasangiz, soliq idorasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda vaziyatni batafsil bayon qiling. Xato deb hisoblagan joylaringizni ko'rsating va tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Ariza 2 nusxada yozilib, bir nusxasi soliq idorasida qoldiriladi. Ikkinchisi esa qabul qilinganligi to'g'risidagi belgi bilan sizda bo'lishi kerak. Agar soliq idorasidagi murojaatingiz natija bermasa, yuqori turuvchi soliq organlariga, Moliya vazirligiga yoki hatto sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Aziz tomoshabinlar, bu yangiliklardan xabardor bo'lish va tegishli choralarni ko'rish sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun juda muhimdir. Qo'rquvga tushish emas, balki faol harakat qilish kerak. Asterisk xulosa va yakuniy chaqiriq. Shunday qilib, aziz do'stlar, bugun biz pensionerlar uchun ko'chmas mulk solig'i bo'yicha kiritilgan yangi o'zgarishlarni atroflicha ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar barcha pensionerlarga emas, balki asosan bir nechta mulkka ega bo'lgan yoki mulkining maydoni belgilangan me'yorlardan yuqori bo'lganlarga taalluqlidir. Imtiyozlar hali ham mavjud, lekin ular cheklangan doirada amal qiladi. Eng muhimi xabardor bo'lish, o'z mulkingiz holatini aniqlash va zarur bo'lsa, soliq organlariga murojaat qilishdir. Proaktiv bo'lish bilan siz ortiqcha muammolar va kutilmagan xarajatlarning oldini olishingiz mumkin. Umid qilamanki, ushbu video sizga foydali ma'lumotlarni berdi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Sizga bu o'zgarishlar qanday ta'sir qiladi? Izohlarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldiring. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali va muhim mavzularni yoritishga yordam beradi. Sog' bo'ling azizlar.